Assalomu alaykum shogirdlar, yaxshi turdinglarmi? Bu ekranda sizlar ko'rinayotgani omoq bir hayvon o'tgan, Cho'g'i kichikroq kelgan omoqqina bir hayvon o'tgan bu. Quyruqi no'g'ushdek. Qaysi hayvonotdi, bildinglarmi? O'zi vijik bo'lgan bilan quyrug'i xeyli yo'g'on no'g'ushdek quyruq bor. Bu rasmdagisi tiyinchoq ekan. Bizga mana bu kitobda tiyinchoq to'g'riliq Cık paranlarını sepirdikin. Bu tiyinchoq haqida bizga nimalarni deb berdikin? Qiziqsanlar men bilan tang bu kitobni birga ko'rib boqaylik. Bu rasmda ko'rdinglarmi? Omoq to'rt balasi bilan bir ap tiyinchoq, ana tiyinchoq. Birga turgan holatini rasmni tatib qo'yibdi. Kichik qaraylik. Bu bir o'rmonlik ekan, yeşillikka to'lgan o'rmonlik atiyas fasl ekan. Bu yerda bir tiyinchoq daraxtning bir shexidan yana bir shexiga sakrab, toza sakrashga tamshalgan vaqtida rasm tortibdi. Bu tiyinchoq nima uchun aldirashgan desanglar, tiyinchoqning qo'sig'ida bobog'i ekan. Ana shu bovoqlarini tug'ib, ularni yaxshi o'stirish uchun bexatar bir uva hazırlash uchun nayta jiddiy tayyorlik qilmoqda deydi. Ko'rdinglarmi? U ana tiyinchoq udan bir tipaga o'xshaydi. Mana hozir bir daraxtning kamiridan beshinchi qirib turgan bir ana tiyinchoq ekan. Tiyinchoqlar odatda har xil yerlarga uvalarni yasaydi deydi. Bu rasmdagi bu kitobda tunishtirgan bu tiyinchoq qanday qilibdi desanglar, bir daraxtning qo'zig'idan temir tumshuq cho'qib ichib qo'ygan bir kamak shundaq o'rak kamak ekan, o'rak emas shundaq. To'shik ekan. Shu to'shikni o'ziga uv qilib tanlabdi bu. Atroflarining bexatar emasligini kuzatib, mana shu joyni o'zi uchun bexatar deb mushani uv qilishni belgilabdi, qaror qilibdi. Shuning bilan bu hamdi mushu uvisiga bolalarni tug'sa, bolalarning yumshoq yetish uchun bu uvining tegi tarafiga ko'rpidek qilib qurgan o't cho'plarni yeydi ekan. Shu hamdi bu shu o'zi tanlagan shu uvisiga miyada qurgan o't cho'plarni tumshug'i bilan, ya'ni og'zida tishlab, uvisiga yo'tkab apmangibdi. Mushtaq qilib, mushtaq quruq o't cho'plarni uvisining ost tarafiga yeyitib, ost tarafini yumshoq qilib, naytdi bolalar uchun rohat bo'lgan bir uv hozirlaydi deydi. Shunday qilib mana hozirlab bitiribdi. Bu ana tiyinchoq uvlarini hozirlab bitirishiga olishiblar, bolalari tug'ildi deydi. Odatda tiyinchoqlar bir qitimda to'rt atrofida bola tiyinchoqlarni tug'di ekan. Bu ana tiyinchoqningmi shunday bolalari tug'ildi deydi. Tiyinchoqlar yangi tug'ilgan vaqtida badanda faqat mo'y bo'lmaydi ekan, azroqmi tuk bo'lmaydi ekan, ko'ringlarmi? Shunday holatda bo'ldi ekan, ko'zmi mahkam yumilgan holatda hech nimani ko'rolmaydi deydi. Hozir bu rasmda bu yangi tug'ilgan bu tiyinchoqlar apsiga mahkam yepishib nima ish qo'yibdi desanglar, ana sutini emibdi. Bular ko'zi ko'rmaydi ekan. Undaqda bu anasiniki sutini emgidigan chog'da amnisining mammasini qanday topadi deganda bular puraydi ekan, purash sezimi kuchli bo'ldi ekan. Purab, shu tumshuqlarini surkab, shu purash sezimi anandiki mustaq surkab yurib, shu sezimlar orqali anasining mammasini izlab tepib, shu yerdan ana sutini emidi deydi. Bularga ayt yumshoq katta o'rin hozirlab beribdi. Buni ko'ringlarmi? Hamdi bu nima bo'pti deganda, bu opsi bolasini tishlabdi ko'ringlarmi? Bu nima shug'ulniki desanglar, hozir bu tiyinchoqqa bolalar tug'ilib, mana bu yoqdan bor 3 haftadek bo'lgan vaqt ekan. Tiyinchoqlar tug'ilib 3 haftadek bo'lgan vaqtida bularga shundaq bir qur mo'ylar chiqar ekan badallariga. Faqat mo'yi yo'q, xuddi meniki qo'sig'idagi qo'saq tarafidagilar hamma yeri shundaq terilibdi.
Küçeptiler boğandaki mana muştaq bedeniga muştaq bir sus kichik qisqa mo'ylari chiqdi deydi. Bularning lekin ko'zi hiç ichilmaydi ekan, ko'zi mahkam yumuq qoladi, hech narsani ko'ramaydi ekan. Bu yerdagi oyni tiyinchoq nimishki bu bolasini tishlab teshig'i chiqib olgandi deganda, o'zi yashayotgan, o'zlari turayotgan shu uvining atrofida kuzatib, ma'lum bir xatarlarni bayqab qolgan vaqtida, ya'ni uvisini bexatar his qilmagan holatda bu o'yga ekan, uvisini yo'tkaydi ekan boshqa yerga. O'zi muvaffaq, bexatar deb o'ylagan boshqa bir uviga bolalarini shundoq mang'anmay, ko'zim ko'ramagankin, eg'izida mushtaq tishlab turib, yangi ko'chmoqchi bo'lgan shu uvisiga yo'tkaydi birdan deydi. Ma rasmda naq shu bolasini yangi bir uviga yo'tkamoqchi bo'lgan bir ona tiyinchoqning bolasini eg'izida tishlab turgan vaqt ekan. Bu endi bolalarininki tug'ilib bir oy vaqt o'tgan vaqt ekan. Bir oy bo'lgandan keyin bu bolalarninki, bola tiyinchoqlarning badani shu yangi tug'ilgan vaqtiga qaraganda bashasidek ortiq cho'nglaydi. Yangi tug'ilgan vaqt silishtirganda bashasidek yo'g'nab ketadi bular deydi. Bu hozir bu yerda men ko'zni yumib oldida ikki tane sariq tishi chiqib qolganmidi yotqini. Onisiken mush onu tiyinchoq. O'ntisiga yetibdi. Bu ustidagi bolalari bo'lsa mahkam ustiga chiqilib, apsini mush onasining ustiga chiqilib, ona ustini emibdi. Mana mushundoq ona ustini davomli mushlar emib yurib, bular mushtoq bara yo'g'naydi deydi. Ko'zni jib turibdi bu. Mushu kichik bola tiyinchoq o'xshaydi, kamardan beshini chiqarib olgan. Bu qanday bo'ldi deganda, oxiri bularning ko'zi ichildi ekan. Bir oydan shunday ochgandan keyin bularning ko'zi ichildi ekan. Ko'zi ichilgandan keyin atrofni ko'rgandan keyin bu bola tiyinchoqlar mana shunday yangi atrofdan ko'rgan keyin talalarga qiziqib, shunday chiqqisi kelib, shu o'zining uvisidan sirtlarga chiqishga tamshil ketdi ekan. Chiqqisi ketdi bu deydi. Bu vaqtda lekin apsi ularni chiqarmaydi ekan talaga. Chunki bular kichik, ko'zi ichilgan bo'lgan bilan o'zlarini ojiz holatda. Shunga sirtlarga chiqsa ular uchun xatarni aytdi. Har jihatdan xatarlik bo'lib qolish ehtimolligi bo'lg'ashqa, u bolalarining sirtga shundoq chiqishga kelsa-mu, onasi mana shundoq kirgizib ekan. Men uvining ichida bexatar o'tgan sirtini basanga hozir tug'sang baldir deb sirtqa tumshug'lashtirib kirgizib yurib qolgan vaqt ekan. Badani bilan ko'ringlarmi? Bolasi chiqmoqchi bo'ldi. Apsi ishtirib uvining ichiga kirgizib beribdi bolasini. Endi bu yerda nima bo'pti desanglar, 1,5 oy bo'pti. Bolalari ko'zlari ichilib bo'lgandan keyinmi, yana 15 kunlik vaqt o'tgandan keyingi vaqt deydi. Mushtaq 1,5 oy bo'lgandan keyin apsi bu bolalarining sirtqa chiqishiga ruxsat berishga boshlaydi ekan. Bu yerdami bu 1, 2, 3. Bu yerda birsi 4. Abaqi kichik tug'ilib qolgan 4 tiyin bolasi mana shunchalik cho'ng'ayibdi. 1,5 oy bo'lgandan keyin bu tunji kuniga apsi bularga sirtqa chiqishga ruxsat bergan. Nayt xo'shalik ketibdi ko'ringlar, meni kulib ketganni. Nayt xo'shal bo'lib, talada ham narsalarga qarab ko'rib, nayt qiziqib, ashtaq qilib sirtni tunji ko'rgan vaqtidagi holat ekan bu, bularni. Nayt xo'shalik ketibdi talalarni ko'rib. 1,5 oy bo'lgandan boshlab endi asta-asta anasini yo'l qo'ygandan keyin bularni kunda sirtlarga chiqa oladigan ekan. Shuningdek shu bir sirtqa chiqib olgandan keyin ular shu doim kunduzlari sirtlarga chiqib, mana shunday o'ynashidi deymda, inchka daraxt shoxlarining ostida yugurishib, qo'g'lishib, bir-birini besib mushtaq qilib yurib, nayt kapsizlik qilib o'ynaydi bular. Bir kun shunday o'ynab o'tkazdi deydi. Mushtaq qilib bularninki mana shunday inchki shoxlarning ostida yugurib
qo'g'lashmoq o'ynashlari, bir-birini besish mushtaq o'ynashlari bilan bularning put-qo'llari kuchlandi texmo. Anankin daraxtlarning ustlarına aytib mahirlik bilan yuguriyaladigan bo'ldi. Bularningki shu mahoratlari mushtaq o'ynash jarayonida bularni yetiladi deydi. Mahkene. Endi bu yerda ko'rdinglarmi? Uxlaqilay, ko'tab ko'zlari xumalış ketdi. Bu ne bo'pti desanglar, bayatdan yoq taz o'yindi bu bolalar. Taz o'ynagandan keyin deb herib ketdi. Herib ketgandan keyin bularning ba'zilari shu o'ynayotgan yerlardagi shu shoxlarning, daraxt shoxlarining ustlarida mana shunday aram oldi ekan. Ba'zi vaqtlarda o'zlarining uvlariga kirib, uvlarining ichida aram oldi ekan. Mana shunday bolalari ne talağa chiqib o'tgan bilan ana tiyincha hargizin bolalar bilan kar yo'qtirmaydi ekan. Davomli bolalarga xatar kelib qolmaslik uchun har vaqt sezgiralada ularni kuzatib turgan. Bolalar mana shunday uxlab uyqusiga ketib aram olayotgan vaqtida bu ana tiyincha qanday qildi ekan desanglar, mana shunday turilib boshqa kushandilarning kelib qilishini oldini olish, bir xatarni sezish uchun mana shunday naytdi sezgiralada turdi ekan. Bundan keyin boshqa tiyinchaqlarning o'ziniki shu uvlarini egallab olishini, shuningdan saqlanish uchun mashada mushtaq turib ovoz chiqardi ekan. Ovoz chiqarib, bu mening doiram, bu mening uyim deganga o'xshash o'ziniki boshqa tiyinchaqlarga joyini egallab olmaslik uchun signal bergan ekan. Ashta qilib bolalarni har vaqt qo'g'digan holatda qo'g'dab turdi, sezgirlik bilan qo'g'dab turdi deydi. Endi shunday qilib yana bir mezgil vaqt o'tgandan keyin bu bola tiyinchoqlar endi bir taldan yolg'iz o'z oldiga harakat qilishni boshlaydi deydi o'rmonlikning ichida. Bu vaqtlarda bular o'z oldiga yemekliklarni, bularning yemekligi masalan qarag'ay madikining ichidagi urug'lari degandek, shunday daraxtlarningki shu o'rmonlikdagi daraxtlarning mevalarini yeydigan bo'lg'achqa, bular o'z oldiga harakat qilganda shu mevalarni tepib yeyoladigan bo'ldi deydi. Mana hozir ikki qo'li bilan toz tutib yiqitib turib yemeklik yeyotgan umoq bir kichik tiyinchoq ekan. Yangi o'z oldiga harakat qilishni boshlagan tiyinchoqlar ekan. Va meyada bir tiyinchoq qanday qilibdi deganda, toshning orasidan bulduqlab chiqayotgan buloqni bayqab qolgan bir tiyinchoq deydi. Qachon bu nimadu deb qarab qolgandek qildi. Nihoyatim qiziq. Mustaq qilib bular bara-bara ayrim o'z oldiga qiziqish bo'yicha harakat qilishlarni boshlaydi ekan. Ham bular qanday qildi yana desanglar, shu o'z tepib yemeklikni yeb qo'ziq to'ygandan keyin yana yemeklik bor. 5-chi yemekliklarni qanday qildi desanglar, o'sha tishlab kelib, miyada o'rak bo'lishni boshlabdi. Yerning ostiga o'rak noyt chunqur o'rak bo'lib, hatto ba'zida o'zining uzunligidan chunqurroq o'raklarni qo'laydi deydi. Ashta chunqur o'rak bo'lib, shu yerga 5-chi yemekliklarni shu yerga ko'mib qo'ydi ekan. Keyin yeyish uchun. Ya'ni qish bo'lgan chog'larda, qishdagi yemeklik topolmaydigan vaqtlarda shu o'z ko'mib qo'ygan yemekliklarni elib yeydi ekan. Shunga shunday davomli yemekliklarni, 5-chi yemekliklarni ko'mib qo'yib, qishning tayyorligini qildi deydi. Endi kuz fasli yetib kelibdi. Ashta qilib bayatining yoqi yoz fasllari shunday yozicha yana sirtlarga chiqib xeyli ustuv qoldi bular. Endi kuzda bular xeyli obdallam o'z oldiga mustaqil bo'lib yetildi deydi. Bu kuz kelganda bular endi onasininki hozir shu yoz ta kuz kelgacha bo'lganlikda ular garchi o'tirliqda ayrim harakat qismi yana onasininki o'zlari uchun hozirlagan shu uvisiga qaytib onasi va qarindoshlari bilan birga yashayotgan. Endi bular kuz kelgan vaqtida o'z oldiga xeyli mustaqil yetilib qolgan bo'lg'achqa onasi bilan xo'shlashir ekanda, o'z oldiga bir mustaqil turmush kechirish uchun onasi hozirlab bergan shu uvdan ayrildi deydi. Onasidan qarindoshlar o'zaro bir-biridan ayrilib, endi mustaqil turmushini boshlaydi deydi. Shunga bu
yana şu yemeklikler mol boğan daraxtlardan yemekliklerini ilib, qishning soğuq şu fasldan salamat ötüp ketiş üçün yana şu yemeklik toplaş bilen aldıraş boludu deydi. Şuna qıp qısqacha sual javoblarga o'tibdik. Tezlam tugatdik. Endi bu sual javoblarni nima deb desanglar, Yaponiyada bu tiyinchoqlarning qaysi turlari bordu debdi. Endi bu tiyinchoqlar butun jahondagi tiyinchoqlarning turi 200 xildan ortiq bor ekan, 200 xildan ortiq bu tiyinchoqlarning turlari bor deydi. Endi bu yerda Yaponiyada yashaydigan qaysi tiyinchoqdi desa, bu kitob tunishtirgani Yaponiyada yashaydigan tiyinchoq emasga. Bizning kitabımızda bayatına yaq chiqqan tiyinchoqlar u Amerika qizil tiyinchog'i deb atiladigan bir tiyinchoq ekan. Shu Amerika tarafda, Kanada degandagilarda yashaydigan tiyinchoq ekan. Endi bu Yaponiyada yashaydiganlari Yaponiya tiyinchog'i deb o'ylayman ekan. Buni men niye kitibdi bu? Anki ma'xil qaror keldigan bir tiyinchoq bo'lgan. Mundaq Cümbüsüden de sızıqçıları var mındaq tiyinchoqlar bular misi Yaponiyada yashaydigan turlari ekan tiyinchoqlarning. Onundaki yana mındaq 2 xil tiyinchoq bor ekan. Xaltaliq tiyinchoq deymizmikin bize Uyg'urchada. Bu tiyinchoqlarning bular shu tiyinchoqlar turiga tava ekan, lekin ustidagi ma tiyinchoqlar yana mush kitob tunishtirgan tiyinchoq bilan qanday farq bor ekan desanglar, bu tiyinchoqlar bir daraxtdan yana bir daraxtga, bir shoxdan yana bir shoxga yetkildigan chaqda xili uzoq oraliqqa mustaq uchib yetkilalaydi deydi. Bularning shu oldi keyni putlarninki orasida mustaq terisi bo'ldi ekan. Bu bir yerdan yana bir yerga yetkilib mustaq uchadigan chaqda shuni kengri terisini kengri yeyib mustaq uchib yetkilalaydi deydi. Endi bu yoqda nima debdi desanglar, tiyinchoqlarning putlari qanday bo'ldi deydi. Bu resim ko'rsatqani, hozir ko'rsatganim tiyinchoqning oldi putlari ekan. Oldi putlarida har bir putida 4 dan barmoqi bo'ladi deydi. Anadagi dumchak oppoq chiqib turgan yerlari shu qadoq taqoymizku, ashta qadoqlari bo'ldi ekan putida. Endi bu oldi putlari bilan tirnoqlarim borga o'tkir ko'ringlarmi? Bu oldi putlari bilan tiyinchoqlar jiq ko'rimiz, qiymatlardan yerlari degandek nimalarni ko'rimiz. Yemekliklarni mana shunday tutib yedi. Ko'ringlarmi? Tutib yedi. Shunga oldi putini nihoyat ustalik bilan yemeklarni tutib yeyishga ishlatadi deb. Shunda debdi. Bu cho'ng qadoqlari bor dedi-ku, bu qadoqlarining rolimi o'sha yemekliklarni tutib yegan vaqtida yemeklarning serilib tushib ketishining oldini oldi ekan. Cho'ng tutib turishiga da nihoyat yaxshi rol o'ynaydi deydi. Endi buningki bu resimdagi ko'rsatganimiz keyni put ekan. Oldi puti bilan keyni putidagi o'xshamaslik nima ekan desanglar, keyni putida 5 barmoq bor ekan, ko'ringlarmi? Oldi putida 4 barmoq bor ekan, bor degan. Keyni putida 5 barmoqlik ekan, 5 barmoq bor ekan. O'xshashlam shu qadoqlar bo'ldi ekan, anadagi uzun tirnoqlari bo'ldi ekan. Endi bularningki shu uzun tirnoqlari nima hikmati bor ekan deganda ko'ringlarmi? Mana daraxtga ta'tirib yamishibdi, beshini pastga putini ustiga qilib. Mana mushtaq tirnoqlari bo'lg'ashqa ko'ringlarmi? Qamallab tutib olganini. Mushtaq daraxtlar yamishda, mushtaq qamallab tutib serilib ketmay yamish uchun nihoyatda roli nihoyat cho'ng mushtaq tirnoqlar bo'lishini debdi. Endi keyinga kiraylik. Keynida tiyinchoqning tishi qanday bo'ldi debdi. Tiyinchoqning ko'ringlarmi? Yaqin ko'rsatay. Üst tarafda 2 tal, ost tarafda 2 tal tishi bo'ldi deydi. Ko'ringlarmi? Onunki bu tishchu bir ömür o'siyverdi ekan, hargizmi o'sishdan to'xtab qolmaydi ekan. Davomli o'siyverdi ekan. Lekin biz tishlari o'sib, yaydi qolgan tiyinchoqlarni hozirgacha ko'rib boqmadik-a. Bu bir ömür o'sidi ekan, nemishkashda o'sib yalaydi qolmaydigandi desa, bularning yeydigan yemekliklari davomli qattiq, shokollik, masalan, yav yong'oq deganga o'xshash
Doburuqi, qarag'ay madikiniki, ichidagi meg'iziri degandek. Ashunda qattiq narsalarni, qattiq shokolli narsalarni yegashga, ular shokollarini, misol tishlarini ishlatib, ichidagi meg'izini chiqish uchun davomli tishni uzluksiz ishlatib turadigan bo'lg'achqa, ularning tishlari amaliyotda har bir ishlatgan vaqtida kemiyib ketadi ekan, halqi xo'raydi ekan, tishi. Xo'rgan keyin u davomli bir ömür tishi o'sgandimi, shu xo'rgan qismini to'liqlaydigan qilib yetalaydi ekan. Xo'rgan qismini to'liqlab, yana o'sib, yana shunchalik davomli ishlatib, shunchalik xo'rab ketib, yana o'sib shu to'liqlanib degandek. Bir ömür shunday holatda to'liqlanib turdi ekan, xo'rab ketgan qismlari. Shunga bu tiyinchoqlarning tishlari bir ömür o'sishdan to'xtab qolmaydi deydi. To'xtab qolmasimi, uzrab u o'zining hojatidan sirt oldi, uzrab ketmaydi ekan. Endi bu yerda nima deydi desanglar, tiyinchoqlarniki uzun, cho'ng, no'g'ushdek quyruqining zodi nima roli bordi debdi. Bu yerda ikki xil roli bor debdi. Birisi tiyinchoqlar yugurganda, sakragan vaqtlarida mana shu uzun yo'g'on quyruq orqali o'zining badanining tamponligini saqlaydi deydi. Quyruqini har xil medirilish orqali shu yugurgan vaqtida badanining, sakragan vaqtidagi badanlarning tamponligini saqlab turadi ekan. Ikkinchi bir roli bo'lsa, mana ko'ringlarmi, quyruqini yo'gab, o'zining badanini mushtoq bir yo'gabdi quyruq bilan, mushtoq qishladimi? Bu quyruqida xuddi mamux yotgandek o'ziga mushtoq yo'gab, quyruq bilan o'zini yeb bilib, xuddi mamux yotgandan ichida yotgandek illiq yotadi. Shuning foydasi bor, badanni issiq saqlaydi deb boshladi. Xuddi bo'ynimizga sharp yo'gab olgandek, bu butun badaniga sharpsini yo'gab oldi ekan o'zining. Endi bu yerda nima deb desanglar, tiyinchoqlarni biz kitobning ichida o'zlari yemeklarni yeb qo'sg'in to'xlab, 5-yemeklarni davomli, ya'ni cho'nqur ko'lab ko'mib qo'ydi dedik-ku. Ana u o'rmonlikda shunday cho'nqur qilib yeb-yelarga o'sha yemeklarni ko'mib qo'ysa, keyin qorlar yig'ib, hatto qorlarning ostida qoldi u yemeklar shunday-ku. Bu zot qandoq topalaydi o'zining ko'mib qo'ygan yemeklarini deb. Chunki bu usining ichiga saqlamaydigan yemeklarni boshqa yerlarga ko'mib qo'ydi dedik. Bu qandoq qilib shu o'zi ko'mib qo'ygan yemeklarni topalaydi deb savol qildi. Buning nima deb javob beribdi desanglar, purash sezim orqali topadi debdi. U o'zi hatto yerning tagidan o'zining badanining uzunligidan cho'nqur o'raklarni ko'lab, shu yerga yemeklar ko'mib qo'ydi dedik-ku. Buning ustiga yana bir qavat qilin qorlar yig'ib ketsa, u ostidagi yemeklikni qandaqmi purab topalaydigan desak, amaliyotda buning purash sezimi shunday yuqori ekan. Endi shunday cho'nqur yerga ko'milib ketgan, o'zi ko'mib qo'ygan yemekliklarni purash sezimi orqali to'g'ri tepib, qish vaqtidagi yemeklik topolmaydigan, qo'siq osh qoldigan ishlarni saqlandi ekan. Endi bu yerda nima deb desanglar, shunday bir gap bor ekan, ya'ni tiyinchoqlar o'rmonlarni barpo qildi degan bir gap bor ekan deydi. Bu nima uchun bunday gap qolgandi? Nima uchun tiyinchoqlar o'rmonlarni barpo qildi deydigandi? Debdi. Buni bunday javob beribdi. Bu rasmni ko'ringlarmi? Bir yangidan o'sib chiqqan bir qarag'aymi nima bu? Ashta bir o'simlikni ko'z qo'yibdi. Bu tiyinchoqlarni, yemeklarni yerning cho'nqur yerlariga ko'lab ko'mib qo'ydi dedik-ku. Ba'zida bu tiyinchoqlar o'zlarininki yushirib qo'ygan, shu ko'mib qo'ygan yemekliklarni unutib qoldi deydi. Balkim u xili jiq tayyorlikni qilib olgan bo'lsa, qo'saqlari qishda hech qanday qiynalmayli o'tib ketgan bo'lsa, o'zining texmi yeb-yeb ko'mib qo'ygan ba'zi bir yemekliklarni qo'saqdan qiynalmagandan, izlamagandan, shu bitta unutib qoldigan o'xshaydi. Unutib qolgandan keyin bu uning ko'mib qo'ygan yemekligi deganimiz amaliyotda daraxtlarning mevalari degan gap, shu daraxtlarning urug'lari bo'ldi, shundaqku. U tuproqqa ko'milgan urug' qanday bo'ldi? Albatta, kunlarning o'tishi bilan bixlab chiqdi, shundaqku. Shuningdek, bu tiyinchoq o'zini unutib qolgan shu urug'lardan u asta-asta hayotdagi kunlarning o'tishi bilan bixsirib yer yuziga chiqib, yillarning o'tishi bilan cho'ng daraxtlarga aylandi deydi. Shunga tiyinchoqlar
ormanlarni barpo qildi degani shu sababdan paydo bo'lgan gap deb bizga turibdi. Endi bu yerda nima debdi desanglar, tiyinchoqlarniki eg'irligi, badanniki uzunligi, ya'ni egizligi degandek sansipirlarni beribdi. Bir yetilgan tiyinchoqning eg'irligi 220 gram atrofida bo'ldi deydi. Kichik vijikkina bo'lgankin bu tiyinchoqqa 220 gram atrofida bo'ldi ekan. Yangi tug'ilgan vaqtida-chi desanglar, yangi tug'ilgan vaqtida aroq 10 gram atrofida bo'ldi ekan. Endi uzunligi-chi, ya'ni egizligimda turgan vaqtida quyruqini qo'shmabdi. Egizligi taxminan 20 cm atrofida bo'ldi deydi. Yangi tug'ilgan vaqtidagi uzunligi bo'lsa, taxminan 3 cm atrofida bo'ldi ekan. Yetilganda mana shunchalik cho'nglaydi ekan-da. Endi yana qanday gaplar bor ekan desanglar, bu tiyinchoqlarningki qanday kushandalari bor deb boshladi. Kushanda deganimiz shu tiyinchoqlarni yeydigan, yemaklik qiladigan qanday hayvonotlar, ya'ni qanday qushlar bor demoqchi-da. Tiyinchoqlarni odat yemaklik qiladigan qushlardan mushkapaloq, qarchug'a deganga o'xshash, shundoq nima cho'ng jug'uygan shu qushlar, tiyinchoqlar hujum qilgan ekan-da, tiyinchoqlarni yeymiz deb. Ularning kushandisi shu shundoq cho'ng qushlar ekan-da. Endi bu yerdagi miyusinki bu tiyinchoqni yeydigan qarag'ayning ma'diki past turg'ini. Ashuni atrofdan oqlab qilsa ichidan andoq yemaklik chiqadi ekan, meg'izdek. Ashu meg'izini yeydi deydi. Qattiqlar atrofini oqlab deb, shu meg'izlarni yeydi debdi. Bundan keyin debdi, ya'ni tiyinchoqlar odatda top-top bo'lib yashamdi, yolg'iz yashamdi deydi. Bu bizning kitobda tunishtirgan tiyinchoq odatda bolasi va qarindoshlari bilan yashaydi ekan dastlabki vaqtlarda, kichik vaqtida onasi bilan bolalari va qarindoshlar o'zaro birga bir nimada yashaydi ekan. Undan keyin yetilib, masalan, atiyozda tug'ildi, atiyaz, yozni shundoq birga yashab o'tkazdi ekan. Kuz kelgandan keyinlar, andan keyin ular ayrim-ayrim o'z oldiga bir taldan yashaydigan bo'lib, mustaqil turmushni boshlab ketdi dedi-ku bu kitobdagi tiyinchoqni. Shundoq yolg'iz yashaydigan tiyinchoqlar bo'ldi ekan, ammo qanday guruh bo'lib top yashaydigan tiyinchoqlarning turlari bor deydi. Chunki tiyinchoqning turlari 200 dan ortiq xil bor dedik emasmi? Shuningga yolg'iz yashaydigan turlari guruh bo'lib top yashaydigan turlari bor deydi. Shundoq qilib bugungi umaq tiyinchoqlar haqidagi bizga bu kitobni so'zlab berganlari mana bu yerda oyoqlashibdi. Yaxshi ko'rdinglarmikin? Agar yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, yana keyingi qitimliklarda yana qanday hayvonotlar to'g'risida birga paranglarni anglaymizkin. Shu chaqda yana birlikda ko'rishaylik. Unda bo'lsa bugun mana bu yerda oxirlashdi. Allohga omonat.